Yozyovon tumanidagi nafaqadagi veterinarlar va ishlayotgan veterinarlar o'rtasida har oyda oshib bor ekan. Mana bu Qorasuqo'da mana oshishni shuni taklif qilishdi. Mana sizlarni mana videoga olib qo'yibman. Qadrdon TV YouTube kanalida ko'rasizlar. Rayonimiz hamma hududlardan bor ekan. Ayniqsa eng qadimiy shaxslardan bittasi Xudoyberdi ekan, Habib akamiz sherigi. Bular qo'ylar dorilashni yaxshi usullarni tugan. Shuriga shu topgan. Boshqa oylar oshdi. Mana Abduxoliq aka va tog'lardan chiqdi. Gilavarash qo'yni ham ko'qroq ham, iloy tirik gilavarash qo'yni. Olib pulni olgan odam shu bo'ladi. Endi eskilar oshmaydi. Sohibjon borsa, kolxozni sharg'uzini harakatida u yoqda. Qo'yganlar bular. Qo'yganlar hamma chetdalar, shu yerda. Bularda hammasi mahrasolari o'zga shu ordenlari bor bularda. Murojon hojiga ham bor ordeni bor bilaman. Endi Saidvoz akamning gapi yo'q endi. Bu Sobit akamiz sheyga o'tib ketdi o'zi keldi mana. Yaxshi, zo'r. Nima